Fonetika. Grekcha phone tovush so'zidan olingan. Tika ta'limot so'zi va phone tovush so'zining yig'indisidan hosil qilingan bo'lib, tovush haqidagi ta'limot degan ma'noni bildiradi va bu bo'limda nutq tovushlarining paydo bo'lishi hamda ularning akustik xususiyatlari o'rganiladi. Nutq tovushlari deganda so'zlarni hosil qilishda foydalaniladigan tilning eng kichik birligiga aytiladi. Nutq tovushlari bu til birligi sifatida fonetika bo'limida o'rganiladi. Nutq tovushlari bilamiz, nutq a'zolari yordamida hosil qilinadi. Fikrimizni bilamiz, so'zlash yoki yozish orqali birovlarga bayon qilamiz. Men hozir sizga gapiryapman. Mana shu gapirayotgan gaplarim tovushlar yordamida hosil qilingan. Endi ekraningizda ko'rib turgan ma'lumotlaringiz bu yozilgan ma'lumotlar va bu mana shu yozilgan ma'lumotlar ham tovushlarning yozuvdagi ifodasi harflar orqali bayon qilingan. Demak, nutqning har ikkala ko'rinishi og'zaki va yozma nutqni hosil qilishda nutq tovushlaridan foydalanamiz ekan. Deyarli boshqa yozilgan mana bunday jannat, makon, o'lka so'zlariga to'xtalib o'tilmaymiz. Bilamiz, tovush, bo'g'in, so'z birikmasi, gap. Bu til birliklari. Ketma-ketligi, tovushdan keyin bo'g'in, tovush bo'g'inlarni, bo'g'inlar so'zlarni, so'zlar so'z birikmalarini, so'z birikmalari gaplarni, gaplar esa matnni hosil qiladi. Matn tilshunoslikning eng katta birligi, o'sha tilning eng katta birligi bo'lsa, tovush eng kichik birligi. Hozir sizlar bilan o'sha zinamazini chiqib boramiz, ya'ni tovushdan o'rganib boramiz. Xo'p, tovush va fonemaga to'xtalganmiz bu yerda. Tovush nima, fonema nima? Men ulana olmayapman. Tovush bu nutq birligi hisoblanadi, chunki tovushlardan so'zlayotganimizda, ya'ni nutq tuzish jarayonida foydalanamiz. Shuning uchun tovushga nutq birligi sifatida qaraladi. Nutq jarayonida real talaffuz qilingan, quloqimiz bilan eshitgan eng kichik va boshqa mayda bo'lakka bo'linmaydigan nutq parchasi tovush sanaladi. Fonema nima? Fonema bu tovushning tilshunoslikdagi atamasi. Bevosita kuzatishda bir necha tovushlar orqali talaffuz qilinuvchi so'z va uning ma'noli birliklarini shakllantirish, farqlash vazifasini bajarishga xoslangan, ketma-ketlik jihatdan boshqa mayda bo'lakka bo'linmaydigan eng kichik til birligi fonemadir. Fonemaning eng muhim xususiyati ma'no farqlash xususiyatiga ega bo'lish kerak. Eng muhim jihati so'zda ma'noni farqlash kerak. Masalan, bol va hol so'zlarida b va x tovushlari fonema vazifasini bajaradi. Chunki u o'z-o'zidan ma'no farqlayapti. Tushunarli? Tovushga shunchaki nutq birligi sifatida qaraydigan bo'lsak, fonemaga ma'no farqlash xususiyatiga ega bo'lgan tovush deb qaraymiz. Ma'no farqlash xususiyati bo'lgandagina fonema hosil bo'ladi. Bo'ldi, ekranda kattalashtirdik mana. Xo'p, fonetikada biz nimalarni o'rganamiz? Fonetika bo'limida nutq tovushlari, nutq a'zolari, bo'g'in, urg'u, tovush hodisalari o'rganiladi. Demak, hozir biz fonetika darsida sizlar bilan mana shu 5 ta jihatni, 5 ta kichik mavzuni ko'rib chiqishimiz kerak. Nutq tovushlari, ya'ni unlilar va undoshlar tasnifini, nutq a'zolari o'pkadan boshlab to lablar va tishlargacha bo'lgan nutq a'zolarini, bo'g'in, ochiq bo'g'in, yopiq bo'g'in, bilamiz, berkitilgan, berkitilmagan bo'g'in mavzusini va urg'u. Urg'u, so'z urg'usi, gap urg'usi, urg'u olmaydigan qo'shimchalar,
urg'usi o'zgarmaydigan so'zlar, mana shu mavzularni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz va tovush hodisalarini, ya'ni fonetik hodisalarini, tovush tushishi, tovush ortishi, tovush almashishi kabi kichik mavzularni aynan fonetika bo'limida birgalikda ko'rib chiqamiz, ko'rib o'tamiz. Kelinglar, eng avvalo tovushlarni hosil qiladigan apparatlarga, ya'ni nutq apparatlariga, nutq a'zolariga to'xtalamiz. Bilamiz, tovush o'pkadan chiqayotgan havo yordamida hosil bo'ladi. Demak, eng birinchi nutq a'zosi bu o'pka hisoblanadi. O'pkadan chiqayotgan havo tog'aylar orqali yuqoriga yo'naltiriladi. Demak, nutq a'zolari deganda tog'aylarni ham tushunamiz ekan. Va un paychalari, ya'ni tovushlarni hosil qiluvchi teshikchalar, paychalar, bular ham nutq a'zolari hisoblanadi. Burun bo'shlig'i, gripp bo'lganimizda aytilmaydigan tovushlarimiz bor. M, N, N tovushlari o'z-o'zidan burun bo'shlig'ida hosil bo'ladigan tovushlarimiz bor. Demak, burun bo'shlig'i ham nutq a'zosi hisoblanadi. Og'iz bo'shlig'i. Bu og'izda ichida nechta tovush paydo bo'lib ketadi-yu. Til oldi undoshlari, til o'rta undoshlari, til orqa undoshlari o'z-o'zidan og'iz bo'shlig'ida hosil bo'ladi. Bo'g'iz bo'shlig'i. H undoshimiz bor. Yumshoq H deb o'rganganmiz. Bu tovush bo'g'iz bo'lmasa paydo bo'lmaydi. Demak, bo'g'iz bo'shlig'i ham nutq a'zosi. Til endi eng faol nutq a'zolaridan biri. Lablar. 5 ta undoshimiz lablarsiz hosil bo'lmaydi va tishlar. 2 ta undoshimiz bor. Tishda hosil bo'ladigan, lab va tishda hosil bo'ladigan. Demak, tishlar ham o'z-o'zidan nutq a'zolari hisoblanar ekan. Demak, eslab qolamiz. O'pka, tog'aylar, un paychalari, burun bo'shlig'i, og'iz bo'shlig'i, bo'g'iz bo'shlig'i, til, lablar va tishlar, bular nutq a'zolari hisoblanadi. Ketdik. Xo'p, nutq a'zolari to'xtalib o'tdik. Endi bitta qoida aytaman. O'pkadan chiqayotgan havoning hech qayerda to'siqqa uchramasdan cho'zilib chiqishidan hosil bo'lgan tovushlarga unli tovushlar deyiladi. O'pkadan chiqayotgan havoning ma'lum bir nutq a'zosida to'siqqa uchrab hosil bo'lishiga undosh tovushlar deyiladi. Demak, nutq tovushlari o'pkadan chiqayotgan havoning to'siqqa uchramasligiga ko'ra ikki xil unli va undosh fonemalarga bo'linar ekan. Sizlar bilan eng birinchi unlilarga to'xtalamiz. O'zbek tilida 6 dona unli tovush bor. Unli fonema bor desak ham bo'laveradi. Mana shu 6 ta unlini grammatikada 3 jihatdan tasniflaymiz. Tasnif nima? Tasnif arabcha sinflarga bo'lish, guruhlarga ajratish degan ma'noni bildiradi. Fleksiyalashni bilamiz. Arab tili flektiv tillar oilasiga kiradi. Flektiv tillar degani bu undoshlar orqali so'z ma'nosi hosil qilinadigan. Flektiv til degani, ya'ni so'z ma'nosi sindirib hosil qilinadigan til oilasiga flektiv tillar. O'zbek tili agglutinativ tillar oilasiga kiradi. Ya'ni so'zlar bir-biriga qo'shimchalar orqali, so'zga qo'shimcha qo'shish orqali bog'lanadigan tillarga agglutinativ tillar deyiladi. Endi arab tili bo'lsa flektiv til hisoblanadi. Bunda flektiv tillarning muhim xususiyati bu til uchun undosh tovushlar asos bo'ladi. Arab tilida bilamiz, old qo'shimchalar bor. Bular ma, mu, ta, ak, ik, iq degan old qo'shimchalar bor. At, ot, i, vi degan orqa qo'shimchalar bor. Mana shu qo'shimchalar so'zni ko'pligini yoki bo'lmasam shunchaki nima deydi? Qanaqadir bir ma'no mazmunlarni ifodalaydi. Va bu orqa qo'shimchalarni so'z o'zagiga aloqasi yo'q. Masalan, aytdik ma, mu, ta.
ak, ik, iq degan old qo'shimchalar bor va bu old qo'shimchalar so'z o'zagiga ta'sir qilmaydi. Tasnif so'ziga ahamiyat bering. Tasnif so'zida ta bu old qo'shimcha. Demak, buni ma'nosiga aloqasi yo'q. Bizda s, n, f degan undosh qolyapti. Uchta undosh qolyapti. S, n, f degan uchta undoshdan sinf degan so'z hosil bo'ladi. Ya'ni o'z-o'zidan tasnif so'zini o'zagi sinf, ya'ni sinflarga bo'lish, guruhlarga ajratish degan ma'no chiqdi. So'z ma'nolarini, arabcha so'zlar ma'nosini mana shunday qasr-qusur qilib so'zlarni o'zagini sindirib turib topib olsangiz bo'ladi. Bu mavzularga, bunaqangi so'zlarga yana keyinchalik to'xtalamiz. Mana shu tasnif so'zini o'zida mana sizga ko'rsatib o'tdim, aytib o'tdim. Tasnif so'zidan ta old qo'shimchani olib tashlasak, sinf degan o'zak qolyapti. Bu o'zakdan tasnif so'zini ma'nosini, ya'ni sinflarga ajratish, guruhlarga bo'lish degan mazmunda keltirib chiqarsak bo'ladi. Tilning vertikal harakatiga ko'ra yoki ikkinchi nomi og'izning ochilish darajasiga ko'ra ham deyiladi bu. Tilning gorizontal, ya'ni yotiq harakatiga ko'ra va lablarning ishtirokiga ko'ra. Mana shunday 3 jihatdan unli tovushlar guruhlarga ajratiladi. Birinchi tasnifni ko'ramiz. Birinchi tasnif bu tilning vertikal harakatiga ko'ra. Tilning vertikal, ya'ni tik harakatiga ko'ra unlilar 3 guruhga bo'linadi. Yuqori tor unlilar, o'rta keng unlilar hamda quyi keng unlilar. Talaffuz qilamiz. I, u. Tilning eng uch qismidan hosil bo'lyapti. Tilimizni uchidan chiqyapti. I, u. Talaffuz qilganimizda tilimizni uchi pastki tishimizni orqasiga tegib talaffuz qilinyapti. I, u. Ya'ni til oldinga qarab intilyapti. Shuning uchun bu unlini yuqori tor unli deymiz. Tor unli deyilishini sababi tilimiz uchkurlashib talaffuz qilinyapti. I, u. Shuning uchun bu unlini yuqori tor unli. O'rta keng unli talaffuz qilganimizda o. Tilimiz biroz orqaga tortilyapti-da, yalpayapti. O. Talaffuz qilib ko'ring-da. Til biroz orqaga qaytgan joyda sal kengayapti. Yotib, kengayib olyapti. Shuning uchun bu unlini o'rta keng unli deb aytamiz. Va quyi keng unli. O. Talaffuz qilganimizda tilimiz orqaga anchagina tortilyapti. Tilimizni nisbatan quyiroq joyidan va tilimiz yalpayib, kengayib olgan joydan hosil bo'lyapti. Shuning uchun bu unlilarni quyi keng unlilar deymiz. Demak, yuqori tor unlilar I, u, o'rta keng unlilar o va quyi keng unlilar o. Tilning vertikal harakatiga ko'ra unlilarni 3 guruhga bo'ldik. Bular yuqori tor, o'rta keng hamda quyi keng unlilar. Va bularni ko'rib chiqdik. Ikkinchi tasnifga o'tamiz. Tilning gorizontal harakatiga ko'ra. Bu nima degani? Tilning yotiq harakatiga ko'ra unlilar 2 guruhga bo'linyapti. Bular old qator unlilar va orqa qator unlilar. Old qator unlilarimiz talaffuz qilganimizda tilimizning old qismidan hosil bo'lyapti. Ya'ni talaffuz qilib ko'ramiz. I, a. Tilimizni oldi tomonida paydo bo'lyapti. Shuning uchun bu unlilarni old qator unlilar deb ataymiz. Keyingisi orqa qator unlilar. Talaffuz qilamiz. U, o. Talaffuz qilganimizda bu unlilarimiz tilimizning nisbatan anchagina orqasida hosil bo'lyapti. Shu sabab nomi ham o'zi bilan orqa qator unlilar. Demak, tilning gorizontal harakatiga ko'ra unlilar 2 guruhga bo'lindi. Old qator unlilar I, a va orqa qator unlilar u, o. Uchinchi tasnifga o'tamiz. Lablarning ishtirokiga ko'ra. Lablarning ishtirokiga ko'ra unlilar 3 ga bo'linadi. Lablangan, lablanmagan hamda oraliq unli. Mana shu oraliq unli
testlarda har xil holatda olingan vaziyatlarni ko'rganmiz. O unlisini ayrim testologlar lablangan unlilar qatoriga qo'shib bersa, ayrimlar bu unliga oraliq unli sifatida qaraydi. Buni endi test vaziyatiga qarab olishingiz mumkin, chunki darsliklarda ikki xillik holatlari kuzatilgan. Shu sababli bunaqangi vaziyatga duch kelib qolganingizda mustaqil fikrlagan holda testda variantlarga qarab yondashasiz va O unlisini lablangan va oraliq unliga olish o'zingizga havola qilinadi. Variantga qaraysiz, agar O oraliq degan variant bo'ladigan bo'lsa, uni olasiz. Agar O lablangan unli degan variant bo'ladigan bo'lsa, unisini olasiz. Har ikkalasi ham bitta variantda, bitta testda uchramaydi. Har ikkalasi ham uchramaydi, sababi ikki xillik bo'lgani uchun. Xo'p. Ketdik. Lablangan unlilar U, O, lablanmagan unlilar I, E, A, oraliq unli O. Eng oson tasnif deyman. Lablangan unlilar nima sababdan lablangan deymiz? Talaffuz qilganimizda tilimiz, labimiz oldinga cho'ziladi. U, O. Biroz qo'pilrog'i aytaman. Cho'chchayadi. O, U bo'lib. Yoki bo'lmasam, botex-lov bo'ladi. Hali vaynlarda bor-u, o'rdeklov deydi-yu, xuddi o'shanday lovimiz o'rdeklov bo'ladi. U, O. Bu lablangan unlilarda. Chunki labimiz oldinga qarab cho'chchayapti. Botex-lov bo'lyapti. Lablanmagan unlilarda lablar deyarli harakat qilmaydi. I, E, A joyida qoladi. Oraliq unli o'zini nomi bilan yo ag'li bo'lolmaydi, yo bag'li bo'lolmaydi-da, oraliqda qoladi. Shuning uchun bu unlini oraliq unli deyiladi. Shu lablarning ishtirokiga ko'ra 3 xil: lablangan, lablanmagan, oraliq. Talaffuz qilganda lovimiz cho'chchaysa lablangan unli, labimiz ishtirok etmasa lablanmagan unli, o'rtada qolib ketsa oraliq unli deyiladi. Bo'ldi, unlilar tasnifini tugatdik. Navbat undoshlarga. Tilimizda 23 ta undosh, 24 ta undosh tovush bor. Bilamiz, J grafemasi bor. Bu bitta harf ikkita tovushni ifodalaydi degani. J harfi J, J harflarini ifodalaydi. Jo'ja so'zini ham J harfi bilan yozamiz, jurnal so'zini ham J harfi bilan yozamiz. Shuning uchun 23 ta undosh harf, 24 ta undosh tovush bor deb aytamiz. Bularga to'xtalamiz. B, V, G, D, J, J, Z, Y, K, L, M, N, P, R, S, T, F, H, Ch, Sh, Q, G, H, N. Bular undosh fonemalar hisoblanadi. Mana shu undosh fonemalarni biz 3 jihatdan tasniflaymiz. Asosan 3 jihatdan guruhlarga bo'linadi. Bular hosil bo'lish o'rniga ko'ra, hosil bo'lish usuliga ko'ra, ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra. Bilamiz. Hosil bo'lish o'rniga ko'ra. Bu nima degani? Undosh tovushlarimiz o'pkadan chiqayotgan havoning qaysi bir nutq a'zosida o'sha to'siqqa uchrab chiqishidan hosil bo'lishiga ko'ra, qaysi bir nutq a'zosida hosil bo'lganiga ko'ra 3 guruhga bo'linyapti. Lab undoshlari, til undoshlari hamda bo'g'iz undoshi degan 3 ta guruh bo'linyapti. Demak, hosil bo'lish o'rniga ko'ra eslab qolyapmiz. Undosh tovushlar 3 xil. Lab undoshlari, til undoshlari hamda bo'g'iz undoshi. Lab undoshlariga to'xtalamiz. Lab undoshlari 5 ta. Lab undoshlari 5 ta. Ya'ni lablar ishtirokida hosil bo'ladigan undosh tovushlarimiz 5 ta. Bular B, P,
m, v, f undoshlari, lab undoshlari hisoblanadi. Va lab undoshlari ham o'z-o'zidan qanday yoki qay o'rinda hosil bo'lishiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Lab undoshlari ikkita labning bir-biriga tegishidan hosil bo'ladigan undoshlar. Bular B, P, M undoshlari va tepa tish va pastki labning bir-biriga tegishidan hosil bo'ladigan lab tish undoshlari. Bular V va F undoshi. Tepa tishimiz va pastki labning bir-biriga tegishidan hosil bo'lishlar lab tish undoshlari hisoblanadi. Buni bemalol yodlab olishimiz mumkin, oson. Lab undoshlari B, P, M, lab tish undoshlari V, F undoshlari hisoblanadi. Endi sizlar bilan til undoshlariga to'xtalamiz. O'pkadan chiqayotgan havoning tilning qayeridadir, qaysidir bir qismidadir, oldidami, o'rtasidami, orqasidami hosil bo'lishiga ko'ra 3 guruhga bo'linadi. Bular til oldi undoshlari, til o'rta undoshi va til orqa undoshlari. Til oldi undoshi nima? Til oldi undoshi bu tilning uchki oldi qismidan, uchidan hosil bo'ladigan undoshlar. Bular DT. Endi hamma har xil usulda yodlab oladi. Bu undoshlarni ayrimlar so'zlar yordamida ulardan so'zlar hosil qilib yodlab oladi. Men asosan mana shu undoshlarning tasnifida jarangli jarangsiz jufti bor. Bilamiz, 8 ta jarangli undoshimiz, 8 ta jarangsiz jufti bor. Mana shu jarangli jarangsiz jufti bilan birga yodlab olganman. Endi hammada har xil. Xo'p, shercha jonsiz til oldi J deb yodlab olishingiz ham mumkin buni. So'z hosil qilgan holatda yoki bo'lmasam menga o'xshab jufti bilan ham yodlab olishingiz mumkin. Bular DT, ZS, JC, JS, NLR undoshlari til oldi undoshlari hisoblanadi. Men mana shu tarzda yodlab olganman. DT, ZS, JC, JS, NLR undoshlari til oldi undoshi hisoblanadi. Shercha jonsiz til oldi deb J ni qo'shib ham yodlab olishingiz mumkin. Xo'p, til o'rta undoshi bu Y undoshi. Til o'rta undoshi Y, ya'ni mana shu tilni o'rta qismidan hosil bo'lgani uchun bu undoshga til o'rta undoshi deyiladi. Til orqa undoshlari, ya'ni tilni orqa qismida hosil bo'lganligi uchun bu undoshlarga til orqa undoshi deyiladi va bu undoshlar ham o'z-o'zidan ikki guruhga bo'linadi. Tilni orqaroq qismida hosil bo'ladigan undoshlar sayoz til orqa undoshlari, tilning chuqur joyida hosil bo'ladigan undoshlarga chuqur til orqa undoshi deyiladi. Xo'p, sayoz til orqa undoshlari G, K, N. Buni shunchaki til orqa undoshi ham deb ketiladi testlarda. Til orqa undoshi deganda chuqurni ham qo'shib yormanglar, aynan aytib ta'kidlanadi. Va chuqur til orqa undoshlari Q, G, X undoshlari hisoblanadi. Bular 3 tadan 6 dona bemalol yodlab olishimiz mumkin. Hop, va so'nggisi lab undoshlari, til undoshlari va bo'g'iz undoshi degan o'sha katta bo'lim guruhlarimizning so'nggisi bo'g'iz undoshi, bu yumshoq H undoshi hisoblanadi. Tilning o'sha bo'g'iz qismida hosil bo'ladigan yagona undosh bu H undoshi. Hosil bo'lish o'rniga ko'ra, demak, lab undoshlari, til undoshlari va bo'g'iz undoshiga bo'lindi. Undosh tovushlarni 24 ta undoshni mana shu 3 ta guruhga bo'lgan holda ko'rib chiqdik. Buni bemalol skrinshot qilib yoki nimadir qilib yodlab olishlaring mumkin. Ikkinchi tasnifga o'tamiz. Hosil bo'lish usuliga ko'ra deyiladi bu tasnif.
Hosil bo'lish usuliga ko'ra undoshlar 3 xil: portlovchi, sirg'aluvchi hamda qorishiq undoshlar. Portlovchi. Nima sababdan portlovchi undosh deyiladi? O'pkadan chiqayotgan havoning ikki nutq a'zosi orasidan portlab chiqishiga portlovchi undosh deyiladi. Talaffuz qiling: B. Ikkita labning o'rtasidan portlab chiqyapti. G. O'sha til va tishning o'rtasidan portlab chiqyapti. D. Til va tepa tishning o'rtasidan portlab chiqyapti. Demak, o'pkadan chiqayotgan havoning nutq a'zolari o'rtasida portlab chiqishiga portlovchi undosh deyiladi. Sirg'aluvchi undosh nutq a'zolari orasidan silliqqina bo'lib ilonga o'xshab sirg'alibgina chiqsa, sirg'aluvchi undosh deyiladi. Qorishiq o'z-o'zidan portlab ham, sirg'alib ham aralashib chiqqanligi uchun bu undosh qorishiq undosh deyiladi. Xo'p, portlovchi undoshlar yodlab olish uchun ikki xil variant taklif qilaman. Menga o'xshab jarangli jarangsiz jufti bilan ham yodlab olishingiz mumkin yoki tik bodomning tagida oppoq jo'ja deb turib, o'rtasidagi unlilarni tushirib tashlab ham yodlab olishingiz mumkin. Lekin men o'sha jarangli jarangsiz jufti bilan qo'shib yodlab olganman. Bular BP, DT, GK, JQMNG undoshlari portlovchi undosh deyiladi. Endi tik bodomning tagida oppoq jo'ja degan so'zdan unlilarni tushirib tashlasangiz ham portlovchi undoshlar hosil bo'ladi. Sirg'aluvchi undoshlar VF, ZS, JS, GYRL, HH undoshlari sirg'aluvchi undoshlar hisoblanadi. Buni yodlab olish uchun so'z g'oziy shoxlar xavfsiz va plus bitta J undoshini qo'shib qo'yasiz. O'z-o'zidan mana unlilarni tushirib tashlaganingizda sirg'aluvchi undoshlarni o'zi qolyapti. Qorishiq bitta Ch undoshi. Hosil bo'lish usuliga ko'ra shu: portlovchi, sirg'aluvchi, qorishiq. Tik bodomning tagida oppoq jo'ja, bu portlovchi undoshlar. G'oziy shoxlar xavfsiz plus J, bu sirg'aluvchi undoshlar. Sizlar uchun shpargalka deydimi yoki bo'lmasam yodlashda oson yo'limi, xullas nima bo'lsa shu. Shahnoz opa kelib ketishdi. Dinatarning qaynsingillari, ovsillari. Sertifikat olishganiga suyunch tashlab ketishdi. Ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra. Keyingi tasnifimiz ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra. Bunda undoshlarimiz ikkiga bo'linadi: jarangli va jarangsiz undoshlar. Biroz oldin aytib o'tdim. Men o'sha tasniflarga bo'lganda jarangli jarangsiz jufti bilan birga yodlab olaman deb sizlarga ham aynan shu narsani maslahat beraman. Xohlasangiz endi qanaqadir so'zlar bilan yodlab olishingiz ham mumkin, lekin bunga so'z yozish esimdan chiqib qolgan ekan. Xo'p, jarangli undoshlar. Bular 8 ta jarangli jufti bor undosh va 6 ta jufti yo'q undosh. Jami 16 ta jarangli, 8 ga 6, 14 ta jarangli undosh bo'lyapti. Ko'ramiz. B, D, G, V, Z, J, J, G, Y, M, N, N, L, R undoshlari bular jarangli undoshlar hisoblanadi. Jarangsiz undoshlar nima sababdan ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra deyilyapti-da, jarangli jarangsizga ajratilyapti. Jarangli deyilishini sababi ovoz bilan shovqinni qo'shilib chiqishidan, ya'ni jaranglab hosil bo'lishidan paydo bo'lganligi uchun jarangli undosh deyiladi. Endi faqat shovqindan iborat bo'lsa, bu endi jarangsiz undosh hisoblanadi. Demak, jufti bilan yodlashni maslahat beraman. B jarangli, buni jarangsiz jufti P, BP. D jarangli jufti T, G jarangli jufti K, V, F
Z, S, J, Ch, J, Sh, G, Q. Yodlab qoldik. B, P, D, T, G, K, V, F, Z, S, J, Ch, J, Sh, G, Q. G'ni jufti Q. X emas. G'ni jufti, jarangsiz jufti Q undoshi. X deb uni adashtirib yubormanglar. Xo'p, jarangsiz jufti yo'q bo'lgan jarangli undoshlar bular 6 ta YMNNlari. Yemanglar desalaring, yana YMNNlari jarangli undoshlar chiqadi. Jarangli jufti yo'q jarangsiz undoshlar bular X va X undoshi. Ustozim ho deb o'rgatishgan edi. Xuddi shunaqangi qilib yodlab olsangiz ham bo'laveradi. Ikkita jarangli jufti yo'q jarangsiz undosh bor. Bular X va X undoshlari. Jarangli jarangsizga ajratish shu yerda nihoyasiga yetadi. Mana jarangli jarangsiz jufti bilan jadval. Buni bemalol skrinshot qilib olishinglar ham mumkin keyinchalik. Bular BP, DT, GK, ZS, VF, JS, JS, GQ, YMNNlari X va X undoshlari. Jarangli jarangsizga ajratish. Ketdik. Undoshlar mana shu 3 ta hosil bo'lish o'rniga, hosil bo'lish usuliga, ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra degan tasniflardan tashqari yana 2 xil jihatdan ham tasniflanadi. Bular ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra yana bitta nomi. Bular ovozdorlar, sonorlar va shovqinlilarga bo'linadi. Ovozdorlar bular M, N, N, L, R undoshlari. Mininglar degan so'z hosil bo'ladi. Otni mininglardagi mininglar degan so'zdan olib olishingiz mumkin. Bunda M, N, N undoshi burun undoshlari hisoblanadi. L yon undosh, L tilni shunday tepaga qaytib turib, ikkita yonidan hosil bo'lgani uchun yon undosh deyiladi. R titroq tovush deyiladi. Eslab qoldik. Ovozdorlar ham o'z ichida o'sha o'zini nomlari bor. M, N, N, L, R 5 ta sonor tovushimiz bo'lsa, shu 5 tadan 3 tasi M, N, N burun undoshi, L yon tovush, R titroq tovush deyiladi. Qolgan 19 ta undosh tovushimiz shovqinli undosh hisoblanadi. Va keyingi yana bitta tasnif tarkibiga ko'ra deyiladi. Tarkibiga ko'ra undoshlar 2 xil. Sof va qorishiq. Qorishiq bitta Ch. Buni ko'rdik. Qolgan 23 ta undosh tovushimiz sof tovush hisoblanadi. Xo'p, undoshlar tasnifini mana bu tarzda yozib chiqishni maslahat beraman. B undoshi lab-lab undoshi hisoblanadi. Portlovchi, jarangli, shovqinli, sof. D undoshi til oldi, portlovchi, jarangli, shovqinli, sof. Xuddi mana shu tarzda siz o'zingizga alohida bitta daftar tutib, undoshlarni tasniflab chiqsangiz, yodlab olishingiz ham osonroq bo'ladi. Hech qayerga qaramasdan turib, mana shu tarzda vazifani bajarib ko'ring. Va keyin shunday skrinshot qilingda, yozganlaringizni bittadan tekshirib oling. 24 ta undosh tovushni mana shunday qilib yozib chiqsangiz, yodlab olishingiz va shu yodlaganingizni tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Bugunga menimcha yetadi. Limon rang, to'g'ri. Mininglarda limon rang tarzda ham. Bo'pti, qator undosh, qo'sh undoshni ham ko'raylik. Qator undosh nima, qo'sh undosh nima? Fonetik hodisalar bo'g'in urg'u keyingi dars qiladi keyin. Hop, qator undosh va qo'sh undosh nima? Qator undosh bir bo'g'inda yonma-yon 2 xil undosh kelgan so'zga qator undosh deyiladi. Qator undosh bo'lishi uchun 2 xil undosh bitta bo'g'in tarkibida yonma-yon kelish kerak. So'z tarkibida emas, bo'g'in tarkibida. Baxt bir bo'g'inli so'z va unda X va T tovushlari yonma-yon kelyapti. Barg bir bo'g'inli so'z, unda R va G undoshi yonma-yon turibdi. Daraxt da bitta bo'g'in, raxt bitta bo'g'in. Raxt bo'g'ini tarkibida X T undoshi yonma-yon kelyapti.
Shuning uchun buni ham qator undoshli so'z deymiz. Do'st. S undoshi bitta bo'g'in tarkibida yonma-yon kelyapti. Shuning uchun bu qator undosh deyiladi. Eslab qoling, taxta, paxta, o'simlik degan so'zlardagi yonma-yon kelgan xt, ml undoshlari qator undosh emas. Chunki bo'g'inga ajratganingizda taxta, x birinchi bo'g'inda, t ikkinchi bo'g'inga o'tib ketyapti. Shuning uchun buni qator undosh demaymiz. Tushundingmi? Faqat bitta bo'g'in tarkibida bo'lsagina bu qator undosh deyiladi. Xo'p, dengiz, ko'ngil so'zlari bor. Bilamiz, dengiz, ko'ngil, tanga degan so'zlar bor. Ne, bir dona ne tovushini bildiradigan so'zlar. Bularda ham qator undosh yo'q. Chunki dengiz, ko'ngil, singil, tanga degan so'zlarda bitta ne undoshi bor-da. Unda nг degan undosh yo'q. Lekin ingliz, kongress degan so'zlarda, shtanga degan so'zlarda qator undosh bor. Chunki ingliz degan so'z mana nima bo'lyapti? ing bitta bo'g'inda kelyapti. Kongress degan so'zda gr mana bitta bo'g'inda kelyapti. Shuning uchun buni qator undoshli so'zlar deyishimiz mumkin. Lekin dengiz, ko'ngil, singil, tanga degan so'zlar qator undoshli so'zlar emas. Xo'p, ko'ramiz. Nutq ko'rkim maqol. Bu gapimizda ikkita qator undosh mavjud. Bitta qoida bor, eslab qoling. Qator undoshli so'zlarga qo'shimcha qo'shilib, u ikkita bo'g'inga ajralgan taqdirda ham qator undoshli so'z hisoblanadi. Nutq so'zida mana tq undoshi bitta bo'g'inda yonma-yon kelyapti. Lekin ko'r-ki degan so'zda ko'r bitta bo'g'in, ki bitta bo'g'in bo'lib bo'g'inga ajrab ketdi. Buni qator undosh emas ekan deb tashab ketishimiz xato. Sababi ko'rk. Buni asosi ko'rk, r-kez bitta bo'g'inda kelyapti. Bunga har qanaqangi qo'shimcha qo'shing, u qator undoshligicha qoladi. Chunki enasidan qator undosh bo'lib tug'ilgan u. Shuning uchun erga berib yuborgan taqdirimizda ham qator undoshli so'z deb olamiz. Xo'p, endi nutqi degan so'zni ko'radigan bo'lsak, tq ikkita bo'g'inga bo'linib ketgani bilan ham baribir qator undoshli so'z bo'ladi. Eslab qoldik-a? Qator undoshli so'zlarga qo'shimcha qo'shilib, u ikkita bo'g'inga ajrab ketgan taqdirda ham qator undoshli so'z bo'lib qoladi. Ko'rki so'zini ko'rib turibmiz. Ikkita bo'g'inga ajrab ketdi, lekin baribir buni qator undoshli so'z deb olamiz. Endi baxtim ochilib 70% ustama oldim degan gapimizda baxtim so'zi ham qator undoshli so'z. Bo'g'inga bo'linib ketgan taqdirda ham. Sababi baxt so'zi onadan qator undosh bo'lib tug'ilgan. Bo'ldi, ketdik. Qo'shundosh nima? Bir xil undoshni so'z tarkibida yonma-yon kelishi. Bitta. Bir xil undoshni so'z tarkibida yonma-yon kelishi. 8 million, muvaffaqiyat, sodda, oddiy, malla, kalla so'zlarida qo'sh undosh bor. Gram, kilogram so'zlarida ham qo'sh undosh bor. Qo'sh undoshdan osoni bo'lmasa kerak, 8. Ana ikkita k yonma-yon turibdi. Qo'sh kelyapti. Hali er-xotin qo'sh ho'kiz deganda yonma-yon keladi-yu, bir xil undosh qo'shaloq bo'lib kelyapti. Shuning uchun buni oti qo'sh undosh. Qo'sh undosh oson. Bo'ldi, shukan qator undosh, qo'sh undosh tugatdik. O'sha qator undoshning qoidasini yodlab olsangiz, qo'sh undoshda deyarli qiynaydigan joyi yo'q. So'z tarkibida bir xil yonma-yon kelishi qo'sh undosh. Qator undosh bo'g'in tarkibida kelsa, qo'sh undosh so'z tarkibida keladi. Bo'ldi, konets film.